Endi men buning uchun umumxalq safarbarligini va umumxalq uyg'unishini qo'lga keltirish kerak deb qaradim. Buning uchun qanday qilishim kerak deb qarab, men tashabbusiyatda biz e'tirof qilish tegishli, tavranmay, mahkam turish tegishli bir necha prinsip bor deb qaradim. Bu prinsiplarning masalasi hal bo'lmasa, bizning mangulik masalamiz hal bo'lmaydi deb qarayman. Bu masalaning birinchisi bizning mustaqillik nishonimiz. Biz mustaqillik nishonida tavranmay, mahkam turadigan, har qanday ahvolda murassa qilmaydigan bir yakanmasak, bizning kelajagimizdan, milliy mavjudligimizdan ig'zosh qilolmaydi. Biz faqat o'limni ishtirib qo'yamiz kayniga. Biz vaqt o'tishimiz mumkin, ammo seni o'ltirmaydigan odamga bo'pti, meni nikohingga olsangmi ol, bir 5-10 yil yashab qo'ysang bo'lar degandek bir tanlash bo'ldi. Men bu yo'lda Xitoyga tekkan shahzodam ekan-ku, maqtim bir savolning ismi chiqdi. Unda Xitoyga tegib yig'lab turib yashashni emas, nuzgumga o'xshash o'ltirib yetib cho'llarda 6 oy qochib jodiga besib ketishni sharafli tanlash deb qarayman. Bu haqda qarindoshlarimiz menimcha tavranmay turib mustaqil nishonimiz bo'lishi kerak. Mayli vatan hech kim qolmasin, eng oxirgi bir juft Uyg'ur qilib qolgan qadar mayli u palash bo'lsin, mayli u rakesining oxirgi bosqichi berib qolgan iqtidorsiz bir laqma qiyri bo'lsin. Men mustaqil bo'lsam bo'ladi deb armonda ko'zni yummoq kerak. Murassa qilmasa kerak Xitoy bilan. Yaxshilik qo'ygan bo'lsa biz unda qilmaydik, avtonomiyani bergan bo'lsa biz mustaqil bo'lamiz demaydik degan rasvo paranglar bizning og'zimizdan chiqmasa kerak deb qarayman men. Bu bizning xuddi la ilaha illalloh Muhammad rasulullohga o'xshash murassa qilib bo'lmaydigan bir qizil sizig'imiz. Bu sizliqni biz mahkam tutmasak, biz o'zimizning mavjudligini saqlab qolish tugul, biz qarmoq shundoq ko'rinamiz, Xitoyning bizni osmonga qilishiga va bizning ustimizning uzil kesil irqiy qirg'inchilik yurgizishiga vaqt tutmagan bo'lamiz deb qarayman. Xuddi bayatın taşıtlab ketayotgan odamning rasmiga o'xshash, bizning mustaqil bo'lishdan boshqa hech qanday chiqib yo'limiz yo'q. Ikkinchi, xo'sh mustaqillikning masalasi olib ketdi, ko'tarilmaydigan uchun tashlab kerak navbatni mustaqilligimiz desak. Shunga biz ko'tarilmaydigan butkul dunyo musulmonlarining g'ami va yakparastning g'amiga o'xshash undaq bir g'amni bizning lug'atimizdan chiqarib yetish kerak deb qarayman. Ondan uchinchisi, shunga mayli Xitoyning demokratik bo'lsa hech qaysi biz bilan o'rtaq bir nishonimiz qarmoqqa dushmanimizga o'xshashdak bo'lsa-mu, biz oldingi nishonni qo'yib qo'yamiz. Mayli sen Xitoy demokrati bo'l, mayli sen Xitoy o'qishda harakatiga murassa qiladigan bir tashkilotchi bo'l. Birinchi shart sen Sharq Turkistonning mustaqilligini e'tirof qilishing kerak. Sharq Turkiston mustaqil bo'ladi, biz Sharq Turkistonning mustaqilligini e'tirof qiladigan bir Xitoy quramiz desang, shu chog'da biz sening bilan hamkorlashishimiz va seni do'st deb qaraymiz. Agar undaq bo'lmasa, sen o'xshash bizning dushmanimiz. Bu prinsipni mahkam turishimiz kerak deb qarayman men. Chunki biz bu oraliqda xuddi 20-30 ming odamni qurbon berish badliga, Sheyxudagi shu rizvonlarni qurbon berish badliga biz Xitoylarning kompartiyasining Xitoylarning Gomindangini ag'dirish uchun bir peshkov berdik. Qoral bo'ldi Xitoy uchun yanada. Hatto keyingi mezgillarda biz o'zimizning panturkizm ideyasi bilan Gomindangning qo'liga peshkov bo'lib xizmat qilib, Sovet ittifoqining ikkinchi jumhuriyatimizni yiqitishiga peshkov berdik. Qoral berdik. Şun bizning şuarimizning to'g'ri bo'lishi, insoniy bo'lishi, vijdoniy bo'lishi, iymonga uyg'un bo'lishi nechinchi masala? Bizning to'g'ri şuarimiz dushmanlarning foydalanish quroli bo'lib ketdimi yo'q? Bizning navbatdagi mustaqillik nishonimizga foyda yetkazyapti va yoki dushmanning quroli bo'lib qolgan bu narsa menimcha bunday bir oddiy strategik hukmni har bir Uyg'ur, har bir Sharqiy Turkistonlik qaytadan bir taroziga o'tkazib bakmak lazım. Dushmanning o'rnini ko'paytmaslik, qurolning o'rnini tunish qatorliq masalalarda qisqa qari gap hozir gapildirib ketdi, qisqaryapti. Men bu haqda keyin yana tafsili bir narsaga kelaman. Men umuman Tibetlarning hozirgi holatiga kelishni bizning navbatdagi birinchi qadamli bosqichimiz deb qaraymiz. Nurg'a odamlar deydi, Tibetlar mustaqil bo'lanmidi-ku deb. Tibetlar mustaqil bo'lanmidi? Sen mustaqil bo'lishning gapini qo'yib turib hozir Tibetlarning hozirgi ahvoliga kelishning gapini qila. Hozir Tibetning mustaqil bo'lib ketishi, Tibetning va Tayvanning va Shanghayning mustaqil bo'lib ketish masalasi Xitoyning kompartiyasidan ag'dirilib ketib, Xitoyda bir demokratik sistemining va Xitoy parchalangan bir sistemni barliq qilishda bir fursatni kutyapti. Shu fursat kelgan vaqtda Tibetlarning 120 ming pasporti va admi va 40 ming qurol tuta oladigan admi va Tibet hukumatı darhol o'zining partiyalarini boshlab kiribla Tibetlarning partiyasini safarbar qilib, Tibet qurolini safarbar qilib turib, Tibet mustaqilligini hatto tinch qo'l bilan tashabbus qila oladigan xuddi Kataloniyaning mustaqilligini talab qilgan partiyalarga o'xshash o'tirib tushalishi mumkin. Agar Xitoyda bir demokratik sistem unutilib qolsa, kelgusida ular har qanday bir sabab bilan Tibetlarning mustaqilligini talab qilgan bir partiyani etanmaydi va yoki u yerda bir qonliq to'qinish yuz berishi mumkin. Unda bo'lgan taqdirda bu ish bir tashkillik, sistemlik, ko'lamlik bo'ladi. Bular hozir hech qanday ish qilinmayotgandek, ya'ni ko'ringan bilan muzning ostidagi bir harakat bor yani. Albatta. Bular tayyorlar. Bular hozir shu tosh yo'lning yasalishini saqlab turyapti. Tosh yo'l yasalsa bularning mashina tayyor.
Sonra ben Kur'an'ın ordu'nu tutuş ve başka taraf meselelerde biz ittifaklaşımızı peyda kılmay durup, biz özümüzü kölemleşip, özümüzün tayarlığını tutup gözmey durup, biz çoğun gaplarını kılışımız hiç kandak ordu yok. Biz en avval meselenin özümüzden başlayıp, özümüzdeki meseleler kılışımız gerek. Şu çağda onun diken biz taşkın meselelerge ve kelgüsüdeki meselelerge özümüzün planını toğzalayımız ve Allah'ın yüzünü alayımız hep karayımız. Çünkü özümüzün bilgende, özümüzün tayyakanda onun diken kalkın aldığı bağlı olurdu. Ben kalktım meblağ selamlamak demekte olsam avval dükkanımda tayyalap, planımda tayyalap, benim var dükkan tayya, aşpaz tayya. Ben ornumu okuşup koydum. Şu icarı alırken pul lazım bu kaldı. Joz orunda pul lazım kaldı. Benim aşpaz. Ben de risk ben münasebet plan manasep kötsem onun için kalkın meblağ kaldır alayım ben de. Paydasını aldık koysak. Sakulu dizip kalkını aldık olsam nemiş kılsa patlantıda boltursam kalkmak pul vermeydi de. Bu bek adli olup kaldı. Kinki bet göteyle. Endi men dep ötdüm hazır uygun iş üçün yukarıdaki 5 meselede biz birlikte keltirishimiz gerek fikrimizde. Anda olsa biz tashkillanish üçün, yani yenilikni yaratish üçün baya bizde vatkan özümüzdeki fidakarlıkı özünü ataşını bilmeydiğen vurun, tayyatap bu pozisyonu başka havalı qilib qo'ydigan inqilobni bu xil xarakterini qandaq yo'qtimiz degan masala qilib keldi. Men buni da tashkillanish kerak deb qarayman. Yanada tashkillanish kerak. Chunki biz jamoat bilan mangadigan haq og'aylarimizdan 5'i bir yerga bizni chaqirmasa ko'nglimiz keladigan bir haqchi bizning. To'g'ri. Biz jamoatlasak, biz tashkillansak, o'rtaq maqsad, o'rtaq harakat, o'rtaq sistema qura olsak, biz cho'qim biz jamoatning umumiy iqlimini aylantira olsak, mustaqillikni talab qiladigan, mustaqillik uchun bedel to'laydigan bir ishni aramızdaki her kandak pasif insanlarımız bizim görüşümüzü avaz koşmasını kılıdı da parayın. Menimce bu imkaniyet bizni Tibet'teki kargandı mı bir üstün boğan bir yuşurun bir fırsatını saklap duruyordu. Bizde ortak maksat var ama ortak hareketten planı oturup koyulmayıvatıdı, ortak sistemi bulmayıvatıdı. Tibet kötüyle. Ortak hareket için menimce biz bir amyu asaslı oluruz. Bu amyu asasını yaratış için biz gayemizin tarqıtışka, iktidarımızı küçeytişke ve bunu izchil davomlashtirishga muhtoj bo'lamiz. Aziz qarindoshlar, bugungi programmani musha qadar qildik. Alloh nasib qilsa, bu mazmunning davomini, uning aloqador savollaringlarni kelar qatimliq suhbatimizda sizlarga taqdim qilishga fursat bo'lib qolib qolsa, inshaalloh taqdim qilishni istaymiz. Amon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.